Suv bormi hozir? Yo'q-a, suv. Yo'q, qornim hozir umuman qaytgan. 2-dekabrdan boshlagan bo'lsam buni gapaman. Xudoga shukr, hozir men ko'rgan odam kasal emas deb o'ylaydi. Shu. Serroz deb chiqarib berdimi? Serrozni oxirgi yaligisi. 2 oy u yoq bu yog'i bilan borsa yetasiz deb aytishgan. Men aytdim, nima bo'ladi desa, almashtirmasang umuman bo'lmaydi dedi. Hozir shu turishimga borsam qancha ketadi desam, 25 mingdan boshlanadi deyapti. Buyurtma. Buyurtma. Bir haftada yetib keldi. Demak, siz ham boshqalarga tavsiya qilyapsiz. Ha, 100% tavsiya qilyapman endi. Hozir biz suhbatlashadigan hamyurtimiz Iqbol akaga 2 oy u yoq bu yog'i bilan borsa yetasiz deb aytishgan. Lekin mana shu gap aytilganiga ham 3 oydan oshdi, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Ha, Bu gap qachon aytilgan sizga? 8-sentyabrda bansaga tushgan bo'lsam, Qizilg'ungashdan qon ketib, 1 oy, 2 oy bansa yurdim. Keyin bu shu o'g'lim buligini ko'rgan ekan, keyin menga tashladi. Tashlagandan keyin sirazi telefonga chiqdik. Chiqdik. Keyin bir haftada yetkazib berdi. 2-dekabrdan boshlaganman buni. Hozir buni boshlashdan avval Hind oldiga borganman deyapsiz. Doktorlar oldiga. Toshkentga bordim, Versalogaga. Apartga unga tushdim. Birinchi bayda o'zimizni popda 8 kun yotdim. Reanimasiya qilib, bu qilib. Keyin aydan chiqdim. Aydan chiqib turib Nursuqqa bordim. Ana Qo'qonda, Beshariqdagi. Ayda davolandim. Keyin akam Toshkentda yashaydi. Shu Toshkent bilan Farg'onaga tushgan ekan haligisi. Suhbat hindlar bilan. Keyin shu Farg'ona senga yaqin, o'shanga bor, o'sha menga ochirtga yozdir dedi. Keyin telefon qildik ularga, telefon qilsak, ochirtga yozdirdik, bordik. Keyin hind bilan yuzlashdim. Ochiq so'radingiz. Ochiq so'radim haqiqatdan. Men bolalarim ham hech kim kutmagan edi-da. Men shu turishimda hozir men u paytda ko'rgan odam hozir sallallik bo'lib qolganim. Yaxshi o'zingizga qaytganingiz. O'zimga qaytganim. Unda shuni ko'rgan odam uzoqqa bormaydi deb o'ylaganda. Nima deb so'radingiz hind shifokorlaridan? Endi ular men aytdim, nima bo'ladi desa, almashtirmasang umuman bo'lmaydi dedi. Almashtirish shart dedi. Shart dedi. Keyin endi moliya tomonidan hamma tomondan o'ylaysiz-ku. Nagli aytdim, qancha hozir shu turishimga borsam qancha ketadi desam, 25 mingdan boshlanadi dedi yog'i. Ketaveradi dedi. Keyin yana men hali bu qo'yamki, pul kelib ketadigan narsa topilardi. Topildi hammi o'zingizdan bo'lish kerak ekan. Donor. Qizim bilan o'g'lim to'g'ri keldi. Keyin chiqib turib, shu qarchi nima bo'ldida, keyin chiqib turib, ayda bir 100 ta 200 ta odam to'planganda, endi borib almashtirganlar ham bor, endi boradiganlar ham bor. Keyin rektasini ko'rdim. Menga ma'qul kelmadi. Rektasini suhbatlashdim. Oxirigacha haligi bilan yurish kerak ekan keyin. Dori-darmonlar ichish. Dori-darmon ichilmasa, yerga borib almashtirib kelsam ham. Menga ma'qul kelmadi. Endi bu baribir hamma tomonidan moliyaligi-ku. 2 kundan keyin bolalar nima bo'ladi? Shu holatimda qanchagacha boraman deb so'radingiz keyin. So'radim. Hali Ahmed degan haligi bilan. Men shuni almashtirmasang bo'lmaydi, bu dedi. Uydagilar to'polanguldi mamashkalar. Borasan dedi, men bormayman dedim. O'shaning ichida bir 15 kun, 20 kun o'tildi. Xudoga shukr, buni o'g'lim Telegram anligini ko'rgan ekan. Instagramdan. Keyin tashladi menga. Tashlagandan keyin siz o'zingiz aytdingiz, onamda masalan, keyin men ham sirazi ikkilanmasdan sirazi haligi berdik. Buyurtma. Bir haftada yetib keldi. Xudoga shukr, shu 2-dekabrdan boshlagan bo'lsam buni gapamerdi. Xudoga shukr, hozir men ko'rgan odam kasal emas deb o'ylaydi. Shunaqa. Bizda ham shunaqa taassurot uyg'ondi. Endi ozg'in bor, lekin haligi yo'q. Suv bo'lganmi ilgari qorningizda?
Ayda Bansiyadan chiqib Bansiyaga bordim. Nursultga yotgandan keyin lichini olib keldim. Bir oydan keyin bordim yana. Ko'ringan. Borsam suv to'planib qolibdi dedi. Yarim litrcha dedi. Qorinda. Jigarni ichiga urinib turibsiz yana dedi. Endi lichinasini hammasini ichib yurganman. Keyin bo'p keldik, o'shandan keyin hech qancha o'tmadi, buni boshladim. Endi xudo xolasa men 2 oyda boraman desam, doktor aytdi, buni ham oling 3 oylik qilib. Keyin apparatga borib tushasiz, tashlaysiz bizga dedi. Suv bormi hozir? Yo'q-a, suv. Yo'q, qornim hozir umuman qaytgan. Qorin dam bo'lish, ich Yo'q, qotishlar, hech balo yo'q, xudoga shukr. ishtaha, kayfiyat, Ishtaha zo'r. kayfiyatsizlik, tushkunlik. Yo'q, men o'shanda ham kayfiyatim, doktorlarim qaysi sholiga Hindga amal qildim, kayfiyat zo'r. O'sha tomondan alik bo'ldi Hindam. Mo'yka ochganman dedingiz, 7 oygacha 3 marta dam olib borardim dedingiz-da, quvvatsiz bo'lganmisiz? Mana shu og'riyardi, keyin hansirash o'ta kuchli edi, charchoq. Shu bezovta qilgan. O'sha bezovta qilgan. Endi bir shifokorning oldiga borib turib, shu holatimda qancha yashayman deb aytish o'zi to'g'ri. Juda aligida og'ir. og'ir. Xudoga shukr mana. Ayniqsa oila boshi uchun, farzandlari, otasi, turmush o'rtoq, ota-onangiz bordir. Mana shu ham bor. Onangiz hayotlar. Endi baribir ona boladan ko'ra ko'proq dard chekadigan zot o'shalar hisoblanadi. haqiqatdan qancha to'polonlar o'tmadi. Borasan, alashtirasan. Bunaqa ekan. Meni ham ozgina tajayinligim bor. Bormadim. 2 oy degan javobni eshitganda holatingiz qanaqa bo'ldi? Endi köyda meni nima deydi? U narsa umuman hali qilmagan meni. Bezovtalamagan. Bezatam mana haligi. Nasrina yaxshi bo'lgan. O'sha tomon tushmadi Nasrina. Demak, bemor inson har doim kayfiyatini Kayfiyat yaxshi zo'r ushlash bo'lsa, kerak. yaxshi ushlash kerak ekan. Men o'sha tomondanmi ancha yordam berdi. Qabul qilishni boshlaganingizdan qancha o'tib o'zgarish sezishni boshladingiz o'zingizda? Uzog'ini 15 kunga yetib yetmadi. Choyni damlab ichdingiz? Choy damlab Asalli ichdim. pasta yedingiz? Asalli pasta, buni Sirop. siropni shu Dieta qildingiz? dieta ham qildim. Ha. Unchalik emas hozir. Lekin shunda ham foydasi kutganingizdan yaxshiroq. Ha, xudoga shukr yaxshi. Shifokorning dori-darmonlari bilan parallelni qabul qildingizmi gapim berdi? Bir hafta oshiqroq parallel billa bo'ldi. Oxiri tugash paytida buni ala qildim-da. Ha, keyin buni o'zi bilan davom ettirdingiz. Hozir umuman u keyingi borganimda ham shifokorim shu 3-4 ta lechini yozib berdi. Kelsam zakaz qilish kerak dorilar u dedi. Shu bilan qolib ketdi, ichmadim o'shani ham. Faqat shu bilan. Shu 2-dekabrdan beri shu. Lekin qabul qila boshlaganingizdan beri hali tekshiruvga bormadingiz. Yo'q. Demak, tekshiruvga borsangiz ham hayron qolishsa kerak. Nima qildingiz, nima qildingiz deb. Xudo xolasa. Bardavom bo'lsin. Endi 15 kundan keyin oyda oxirida boraman. Birinchi sizni tark eta boshlagan bezovtalik nima bo'ldi? Icha boshlaganingizdan keyin. Buni men nima deydi? Umuman haligisini bilmadim buni. Misol doriligini, oddiy haligi tabiiy narsaga o'xshab ichildi. Misol birovlar achchiq, birov misol boshqacha hidi bor deydi-ku. U narsa umuman bilinmadi menga. Sizdagi qaysi bezovtalik ketishni boshladi birinchi? Qaysi kasallik belgisidan qutulishni boshladingiz? Hansash bilan shu buni jigar Osilib og'rishdi. Bunday qilib yurardim-da. Qo'l mana shu yerdan tushmasdi. Qarang. Demak, siz ham boshqalarga tavsiya qilyapsiz. Ha, 100% tavsiya qilyapman. Endi men o'zimda bitta yaqinligimga qildim. Endi ular bilmadim, bunga qildim. Tanlovda o'zlari amalga o'zlari. oshiradi. Kuzatuvchilarga Gepamer haqida baralla bu menga foyda berdi deb ayta olasiz, to'g'rimi? 100% bas Yolg'on- 200%. Yolg'on gap Yo'q, aralashmagan bu umuman joyga. yo'q. Kecha misol aloqaga ham chiqdi, Toshkentda qaytadandir bitta aka, shu qaydan oldingiz nomerimni desam, shu siz boshlabsiz ichishda shuni. Men dangalni aytdim.
uni doktori tavsiya bermayaptimish. Ha. Menga Xudoga shukr yoqdi shu narsa dedim. Sarvar aldoqchi emas ekanmi? Yo'q. Ko'pchilik aytadi-da, sen Sarvar, sen chiqib olib, xohlagan narsangni reklama qilaverasan degan gaplarni aytadi-da. Nima deydi? Mijozim to'g'ri kelib qoldim bunga, haligi bo'ldimi? Ixlosingizmi? Ixlosim to'g'ri keldimi? Xudoga shukr. Men bu narsadan hali qilganman. Lekin foyda olayotganlar nihoyatda ko'p. Men o'zim mana viloyat yuraman. Agar hozir bizni kuzatayotganlar ichida ham jigarini muammosidan qiynalayotganlar bo'lsa, bemalol telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollarga javoblar olishi mumkin. Iqbol aka, sizga ham minnatdorlik bildiramiz. Iloyim bardavom bo'lsin o'zgarish jarayonlari. Hamma hayratda qolsin oxirigacha. Serroz deb chiqarib berganman. Serrozni oxirgi haligisi DBmi? BD. O'shani chiqarib bergan. Serrozga ham o'tgan jigaringiz. Serroz 100% serroz bo'lganda. Shuncha almashtirishing shart degan. Shart deganda. Onangizni xursandchiligi endi o'ziga sig'mayotgandurlar. Xudoga shukr, yaxshi hozir. Mana shu yerdan davo topdik deb. Ha, endi Xudo xolasa shu ana 3-marta borib apparatga tushsam, keyin 100% ularga ham G'urur bilan mana deb ayta olasiz. Nasib qilsa siz kutgandan ham yaxshi javob berishadi. Chunki biz juda ko'p insonlar bilan gaplashyapmiz, xuddi shunday fikrlarni aytib o'tishyapti. Mahsulotni xarid qilib bizga ishonch bildirganingiz uchun va foyda haqiqatda sizni xonadoningizga, tanangizga kirib kelgani uchun kompaniya nomidan 1 oylik muolajalarni sovg'a sifatida sizga taqdim etib ketishadi. 3 oyga qo'shimcha ravishda u ham yana ham sog'lomlashtirish bosqichiga chiqib olishingizga yordam beradi. Taningiz sog' salomat bo'lsin. Dard chekmang iloyim. Bo'ldi. Ana endi